Prezidentimiz joriy yilning 19 mart kuni kichik va o'rta biznes vakillari bilan uchrashuv o'tkazib, sohaning iqtisodiyotdagi o'rnini oshirish va rivojlanishini yangi bosqichga olib chiqish borasidagi ustuvor vazifalarni belgilab berdi. Shu munosabat bilan Urganch shahrida bo'lib o'tgan muloqotda Xorazm viloyati soliq boshqarmasi rahbariyati, biznes ombudsman hamda boshqa mas'ullar tadbirkorlarning taklif va muammolarini eshitdi. Kichik va o'rta biznes subyektlari bilan bo'lib o'tgan uchrashuvda kichik va o'rta biznes uchun moliyaviy resurslarni ko'paytirish, biznesni infratuzilma bilan ta'minlash, ichki bozorda teng raqobat muhitini yaratish, xizmatlar sohasiga yangi turtki berish va biznes uchun to'siq va g'ovlarni qisqartirish muhim dastur bo'lgani qayd etildi. Uchrashuvda bank krediti olish, soliq imtiyozlaridan foydalanish, tadbirkorlik faoliyatini kengaytirish, kommunal xizmatlar, tadbirkorlik uchun yer ajratish kabi masalalarda qator murojaatlar kelib tushdi. Shuningdek, tadbirkorlarning muammolari bilan birga tizimli masalalar ham ko'tarildi. Ularning yechimi bo'yicha eng maqbul yo'llarni topish uchun tahliliy ish olib borilishi va natijalari yetkazilishi qayd etildi. Muloqot davomida viloyatimizdagi tadbirkorlarimiz biznes faoliyatiga oid savollari va takliflarini bildirishdi. Tadbirkorlarning dolzarb muammolarini hal etish, ularning eksport salohiyatini oshirish va biznesni rivojlantirish borasidagi fikr-mulohasalari tinglandi. Davlatimiz rahbarining yaqinda bo'lib o'tgan videoselektor yig'ilishida davlat tashkilotlari tomonidan kichik va o'rta biznes vakillari bilan har haftada uchrashuv o'tkazilishi, ularning muammo va takliflarini o'rganilishi bo'yicha topshiriq berilgan. Ushbu berilgan topshiriqlardan kelib chiqib, mana biz ham soliq organlari tomonidan bugun Urganch shahrida tegishli mutasaddi tashkilotlar bilan hamkorlikda kichik va o'rta biznes vakillari bilan uchrashuv o'tkazildi. Ushbu uchrashuvda tadbirkorlik subyektlarining qiynab kelayotgan muammolari va ularni biznesini yanada rivojlantirish uchun berilgan takliflari atroflicha o'rganib yozib olindi va shuningdek joyida hal bo'ladigan muammolar joyida tushuntirish beriladigani va ushbu sohaga va biznesni rivojlantirish uchun kerak bo'ladigan loyihalari uchun berilgan takliflar ham inobatga olindi. Ko'tarilgan masalalarning ayrimlariga joyning o'zida yechim belgilandi. Ijrosi muddat va qo'shimcha o'rganish talab qiladiganlari esa mas'ullarga yo'naltirilib, ijrosi nazoratga olindi.